Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka ukalar, opa singillar, aziz yurtdoshlarim, qadrdonlarim, barchalaringizga xayrli kun tilab qolamiz. Qadrdonlar, bugun 2026-yil 1-avgust sanasi shanba kuni yurtimizdan, elimizdan birinchi marta yana safardan keyin Xudo xohlasa video qilyapmiz. Akbar Qassob ukamiz yakshanba kuni 2-avgust kuni Xudo xohlasa ertalab shu buqani Xudo xohlasa so'yish haqida Zattar buqa sizlarni boxabar qilmoqchiman. Qadrdonlar, ikkisi bir joyda xarid qilingan. Ikki ho'kiz bir yerda chiroyli yaxshi boqilgan. O'zimiz ro'zvoyami mehr bilan boqib o'tirgan buqalari bu qadrdonlar. Zattar buqa qachkayna. Ziriklar ham pitalini durt Xudo xohlasa kerak. Azda har galgi din Alloh nasib ro'za aylasa Akbarbek ukamiz yog'ni addelni, lahmni addelni, suyakni addelni, qarin tuyoq, yurak, bag'ir hamma qismlarini Xudo xohlasa beradi. Endi issi mana shuni issi yillarda bu qani shunday samirtirib, mehr bilan albatta mehnat talab qiladi, asot talab qiladi. Shunday boqqanlarga rahmat deymiz, chorva ishqibozlari. Kamidan shunday bu qalodan har bir yurtdoshimni, yildoshimni xonadonimda 10dan 20dan 50dan 100dan boqishlikni Allohim o'zi nasib ro'za aylasin. Chorvadorlarning chorvasini, dehqonlarimizni dehqonchiligini, barchalaringizga, esa kasbkorlaringizga Alloh baraka ato qilsin. Umr guningizni, rizq ro'zingizga baraka ato qilsin. Azda Xudo xohlasa ertalabdan 2-avgust kuni yakshanba ekranda ko'rib turgan aynan shu buqani go'shtini bemalol kelishlaringiz mumkin bo'ladi azda. Video ostida men Akbar Qassobning telefon raqamini qoldiraman. O'zingizni qiziq turgan savollarga bemalol Akbar Qassobning o'zidan javob olishlaringiz mumkin bo'ladi qadrdonlar. Manzilni bilmaydiganlar uchun eslataman. Qo'rqdan madaniyat markazi ro'parasida Akbar Qassobning go'shtxonasi bo'ladi azda. O'zgarishlar bo'libdi. Mana ko'rib baqchani aldilaridan trotuar qilingan. Yaxshi kundan Xudo xohlasa yurtimizda o'zgarishlar bo'lyapti. Bemalol ertalabdan shu buqalarning go'shtini kelishlaringiz mumkin bo'ladi qadrdonlar. Oltin boshlaringiz omon bo'lsin, musofirda yurgan qadrdonlarim, yo'ldoshlarim, yurtdoshlarim.